O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi 2026-yil 26-maydagi PP 100 sonli farmoni qabul qilindi. Hurmatli tadbirkorlar, ushbu farmonga muvofiq umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi faoliyat ko'rsatib kelayotgan tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ining soddalashtirilgan tartibi joriy qilindi. Bu tartibga ko'ra siz agar xohlasangiz 6% qo'shilgan qiymat solig'ining soddalashtirilgan tartibiga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bu tartibga o'tish uchun siz soliq organlariga bir oy oldin ariza bilan murojaat qilishingiz lozim bo'ladi. Ya'ni iyun oyida arizani yuborasiz, 1-iyuldan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ining 6% soddalashtirilgan tartibiga o'tasiz. Buni qulaylik tomonlari foyda solig'i 0 stavkada hamda foyda solig'i uchun hisobot taqdim etish talab etilmaydi. Qo'shilgan qiymat solig'ining soddalashtirilgan tartibiga o'tish uchun video qo'llanmani e'tiboringizga havola etamiz. may3.soliq.uz shaxsiy kabinetiga elektron raqamli imzo orqali kiriladi. Barcha xizmatlar menyusidan soliq hisobi oynasida qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha maxsus ro'yxatdan o'tkazish xizmati tanlanadi. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha maxsus ro'yxatdan o'tkazish xizmatining asosiy oynasidan soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i rejimiga o'tish tugmasi bosiladi. Soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i rejimiga o'tish oynasining ichida xabarnoma yuborish tugmasi bosiladi. Xabarnoma shaklida tadbirkorlik subyektining soliq to'lovchi identifikatsion raqami, korxona nomi, soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i rejimiga o'tish sanasi, IFUT kodi hamda faoliyat turi avtomatik tarzda shakllanadi. Soliq to'lovchi tomonidan faqat soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i rejimiga o'tish uchun asosiy faoliyat turidan umumiy ovqatlanish, savdo yoki xizmat ko'rsatish tanlanadi hamda xabarnoma yuborish tugmasi bosiladi.